Jahon bozorida oltin narxi rekordlarni urmoqda. Xavfsiz aktiv hisoblangan oltin narxi AQSh prezidenti Donald Trump po'lat va alyuminiy importiga 25% bojlar joriy etish to'g'risidagi farmonni imzolagandan so'ng ko'tarildi. Bunday vaziyatda yirik oltin zaxiralariga ega davlatlar katta foyda ko'rishi tayin. Umuman olganda, Ukraina urushi boshlangandan beri oltinga bo'lgan talab keskin oshib bormoqda. Masalan, 2024-yilda O'zbekistonning jami rasmiy zaxiralari 34,5 milliard dollardan 41,1 milliard dollarga yoki 19% ga oshdi. Bu esa oltin ishlab chiqaruvchi mamlakatlarning zaxiralarini oshirishga undamoqda. Shu yilning 4-fevral kuni elektron auksion platformasida Navoiy viloyatidagi 31 ta oltin uchastkasi bo'yicha auksion savdolari bo'lib o'tdi. Mahalliy nashrlarning xabar berishicha, auksionlarda Nurota va Karmana tumanlarida joylashgan Navoiy, Nurota, Oqsoqolota, Sop, Sho'xsoy oltin konlaridagi yer uchastkalari sotildi. Yer uchastkalari, e'tibor bering, 26 million 300 ming so'mdan 52 million 500 ming so'mgacha bo'lgan boshlang'ich narxlar asosida sotuvga qo'yilgan. Savdo paytidagi tortishuv natijasida xullas 31 ta uchastka jami 25 milliard 100 million so'mga sotilgan. Bu taqriban 1 million 930 ming dollar deganidir. Ko'pmi yo'qmi, ammo eng qimmat sotilgan uchastka Nurota tumanidagi Sop 1024 uchastkasi Xitoyning Xinlong Mining Drilling kompaniyasiga 3,6 milliard so'mga sotildi. Ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassislari ushbu oltin madanli uchastkalar investorlarni ko'proq jalb etish maqsadida atayin shunday arzon boshlang'ich narxga baholanganini ma'lum qilishdi. Masalan, Sop 1024 uchastkasi 10 soat ortiq davom etgan savdo yakunida boshlang'ich narxdan 110 barobar ko'pga pullangan. Umuman olganda, Xinlong Mining Drilling jami 9,1 milliard so'm evaziga 8 ta oltin maydonini o'zlashtirish huquqini qo'lga kiritgani ham auksion davomida aniqlandi. Yana 4 ta maydon Neo Gold Mining, 4 ta maydon Zhonghuitong Mining Group, 3 ta maydon Golden Diggers tomonidan sotib olindi. Jami oldi-sotida 12 ta kompaniya lotlar egasiga, ya'ni Navoiydagi bu yerlarga oltin qazib olish huquqiga ega bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, g'oliblar belgilangan joylardan oltin qazib olish huquqini qo'lga kiritadi va amaldagi qonunchilikka muvofiq qidiruv ishlarini olib boradi. Qo'limda 1 kilo oltin turibdi mana. Mana shu 1 kilo oltinni olish uchun taqinchoq emas. Mana shu yerda 5 ta katta mana shunday ko'rsating. Caterpillar mana shunda 1000 tonna madanni qayta ishlash uchun qo'limdagi 1 kilolik shunday oltin ishlab chiqiladi. Bu xabar internetning o'zbek segmentida ayrim foydalanuvchilar qiziqishini tortdi. Muhokamaning asosiy mavzusi O'zbekistonga tegishli oltin konlarining Xitoy kompaniyalariga o'tib ketayotgani va Xitoy ekspansiyasi bo'ldi. Oltin konlari Xitoy shirkatlariga shubhali narxlarda sotib yuborilmoqda. Bu yerlar sotiladigan zaxira yerlari emas, lekin siyosat kuchliroq bo'lsa kerakki deyarli tekinga berib yuboryapti. Tabiiy boyliklarimizni xorijlik talonchilarga bermaslik kerak. Bu xalqimizning boyligi. Xitoy egallab olibdi-da. Xitoy tezlik bilan O'zbekistonga kirib kelyapti. Hamma sohalarda. Bu juda xavfli. Biroq Kunuz nashri masalan 2024-yilda tashkil topgan, ya'ni oltin qazish sohasida tajribaga ega bo'lmagan Xinlong Mining Drilling shirkatining 70% ga Baxtiyor Musulmonov ismli tadbirkor egalik qilishiga e'tibor qaratdi. Ochiq manbalarga ko'ra, bu oltin izlovchi firma 2024-yil yozida tashkil etilgan bo'lib, kompaniyaning 70% ga Baxtiyor Musulmonov, qolgan 30% ga esa Xitoycha ism-familiyali shaxslar egalik qiladi. Sobiq ittifoq davrida oltin qazib olish bo'yicha Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turgan O'zbekistonda oltin konchiligi davlat nazoratida bo'lib kelgan va hozir ham shundayligicha qolmoqda. Ammo prezident Shavkat Mirziyoyev davrida mamlakatning xalqaro zaxiralaridagi oltin ulushi sezilarli darajada oshdi. Ya'ni
Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganda bu 50% dan kam edi. Hozir deyarli 3 dan 2 qismga yetgan. 1-may holatiga ko'ra O'zbekistonning valyuta zaxiralari 34,2 milliard dollarni tashkil etdi. Shundan 26,5 milliard dollarga yaqini oltindir. O'zbekiston yaqin yillarda oltin qazib olishni qariyb 1,5 barobarga, 150 tonnagacha oshirishni rejalashtiryapti. Bundan 2 yil oldin 2023-yil boshida tog' kon sanoati va geologiya vaziri o'rinbosari Azam Qodirxo'jayev Innoprom Markaziy Osiyo xalqaro sanoat ko'rgazmasida O'zbekistonning dunyodagi eng yirik oltin qazib oluvchi davlatlardan biri ekani, mamlakat yiliga 105 tonnaga yaqin oltin qazib olayotganini ma'lum qilgandi. Rasmiy ma'lumotlardan O'zbekistonda oltin rudasi qazib olinadigan 101 ta oltin va 3 ta kumush koni borligi va ularning asosiy qismini Navoiy kon metallurgiya kombinati davlat korxonasi hamda Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati nazorat qilishi ayon bo'ldi. Tog' kon sanoati va geologiya vazirligi boshqarma boshlig'i Ilyos Jumayevning ma'lum qilishicha, respublikada foydali qazilmalar zaxiralari bo'yicha davlat balansida jami 2537 ta foydali qazilmalar konlari hisobga olingan. Oltin qazib olishga xususiy va yuridik shirkatlar aralashuvini qonuniylashtirish bevosita Shavkat Mirziyoyev boshqaruvi davrida amalga oshirildi. O'zbekistonda yuridik va jismoniy shaxslarning yakka tartibda oltin qazib olish ishlari bilan shug'ullanishi uchun 2019-yilda hukumat tomonidan ruxsat berilgan. Navoiy erkin iqtisodiy zonasi direktori Habib Abdullayev fikricha, hukumatning bu faoliyatdan ko'zlayotgan asosiy maqsadi oltin qazib olish hajmini oshirishdir. Jarayonlarning o'zi shaffof. Kimosh savdolari qat'iy qoidalar asosida amalga oshirilgan, ammo oltin narxlari osmonga ko'tarilgan. Zaxiralar haqida esa aniq ma'lumot yo'q. Bu investorlarning xavotirlari. Yangilik shundan iboratki, endi qazish ishlariga nafaqat xususiy qidiruvchilar yoki mega investorlar, balki oddiy kompaniyalar ham jalb etilgan. Ya'ni masala bu sohani isloh qilish haqida emas, balki kichik va yetarlicha o'rganilmagan konlar hisobiga oltin qazib olish hajmini oshirish haqida ketmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-dekabrdagi Navoiy viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining bandlaridan biri asosida viloyat hokimligiga Konchilik va geologiya vazirligi, Geologiya fanlari universiteti, Fanlar akademiyasi, Navoiy davlat texnologiya universiteti bilan hamkorlikda 2025-yilning 1-martiga qadar 50 dan ortiq oltin konlariga tadbirkorlarni jalb qilish topshirilgan. Shu tariqa O'zbekiston hukumati mamlakatga investitsiyalar oqimini oshirishni rejalashtirgan ko'rinadi. Biroq qator konlar atrofida bu ish bilan tegishli ruxsatnomasiz shug'ullanayotganlar ham kam emasligi aytiladi. Navoiy viloyatida oltin konlarida ancha yillardan beri ishlab kelayotgan mutaxassis Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda xususiy shirkatlarda ishchilar uchun sharoitlar yaxshi bo'lishiga shubha bilan qarashini aytadi. Xususiy shirkatlar olgan konlarning zaxirasi juda kam. Navoiy kon metallurgiya kombinatiga katta tonnalab zaxiralarga ega konlar kerak. Shuning uchun davlat mayda konlarni sotib yuboryapti. Ulardan faqat atrof muhit zarar ko'radi xolos. Chunki qazigan joylarda texnika xavfsizligi qoidalariga odatda rioya qilinmaydi, ularni tekshiradiganlar ham bo'lmaydi. Xususiylashtirilgan bironta tashkilotda hali shu vaqtgacha ishchilar rizolik bilan ishlaganini eshitmadim, ko'rmadim. Kucherskiy zamoni 1000 marta yaxshi edi. Hozirgi oyliklar juda ham past. Bularning birortasi ochilmagan konlar hisoblanadi. Puli bor odam sotib olsa arziydigan oltin chiqadi. Bunaqa mayda korxonachilar faqat o'zlarini o'ylashadi. Oddiy sexday narsa. Ortig'i bilan 30 kishi ishlashi mumkin. Mehnati og'ir, sharoiti yo'q bo'ladi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2024-yil 2-may kuni Xalqaro kongress markazida 3-Toshkent xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisida dunyoning 93 ta mamlakatdan kelgan minglab investorlar va ommaviy axborot vositalari vakillariga mamlakat sarmoyalar uchun ochiqligini bildirdi.
Bizning asosiy maqsadimiz O'zbekistonni xorijiy investorlar uchun ishonchli va uzoq muddatli hamkorga aylantirishdir. Investitsiyalar bu mamlakatimiz transformatsiyasining lokomotivi va iqtisodiy taraqqiyotimizning mustahkam drayveridir. U o'z nutqida xorijiy investorlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish zarurligini aytib, yetakchi kompaniyalarni O'zbekistonga taklif etdi. 1994-yilda qabul qilingan yer osti boyliklari to'g'risidagi qonunga 2019-yil 20-21-yillarda ayniqsa oltin konlari va oltin qazib olish sohasiga tegishli qator o'zgartishlar kiritilgan. O'zbekiston parlamenti bu yangiliklar xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilganiga alohida urg'u bergandi. Prezident matbuot xizmati ma'lumoticha, bugunda O'zbekistonda qazib olinayotgan oltinning atigi 6% qayta ishlanib, bor yo'g'i 78 million dollarlik eksport bo'layotgan ekan. Shu sababli Shavkat Mirziyoyev zargarlik mahsulotlarini ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirishga e'tibor qaratish kerakligini uqtirdi. Buning ortidan hukumat tadbirkorlar uchun alohida sharoitlarga ega zargarlik zonalarini tashkil qilish, sohaga xomashyo yetkazish, mutaxassis tayyorlash, ishlab chiqarish va sotish tizimini isloh qilishga kirishdi. Buning uchun mutasaddilarga Turkiya tajribasi asosida Namanganda oltinni qayta ishlash va sotish bo'yicha yirik markazi, Samarqand, Buxoro va Qo'qon shaharlarida zargarlik savdo va ishlab chiqarish majmualarini ishga tushirish topshirig'i berildi. Undan tashqari O'zbekistonda 2022-yil 1-dekabrdan boshlab qiymati 10 ming dollargacha bo'lgan zargarlik buyumlarini chetga olib chiqishga ruxsat ham berilgandi. Oltinga bo'lgan qiziqishning oshishiga Rossiyaning Ukrainaga boshlagan tajovuzi ham turtki bo'ldi. Jahon iqtisodiy aloqalarining uzilishi va o'zgarishi manzarasida oltin eng stabil va xavfsiz aktivga aylandi. Yaqingacha Buyuk Britaniya va Shveysariya yuqori sifatli rus qimmatbaho metallarining asosiy xaridorlari bo'lib kelgan. Ammo Moskvaning Ukrainaga qarshi urushi boshlangandan keyin rus metallari sanksiyalar ostida qoldi. Bu Qozog'iston va O'zbekistonga rus oltini eksportini oshirish imkonini berdi. Swissinfo portali bu ikki mamlakatga oltin eksportining bir qismi xalqaro sanksiyalarni buzgan holda Rossiyadan yashirin ravishda amalga oshishini taxmin qildi. Oltin zaxiralarining ishlab chiqarishga nisbatan keskin oshishi qonuniy savollar tug'dirmoqda deb yozardi Shveysariya nashri. London qimmatbaho metallar bozori assotsiatsiyasi bosh texnik direktori Nil Harbining fikricha, Qozog'iston va O'zbekistondan Buyuk Britaniya orqali Shveysariyaga reeksport qilingan oltin ma'lumotlar bazasida 2 marta qaydan o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Britaniyalik ekspert nima bo'lganda ham O'zbekiston va Qozog'iston ishlab chiqarilgandan ko'ra ko'proq metal sotganiga e'tibor qaratgan. Rasmiy ma'lumotlarga binoan qimmatbaho metallar O'zbekiston eksportining 33,6% ni tashkil qiladi. Birgina 2022-yil oktyabr oyida 1 milliard 230 million dollarlik oltin sotilgan. Shunga qaramay, oltin narxining keskin oshishi fonida mamlakatning oltin valyuta zaxiralari o'sdi. Ayni damda rossiyaliklar yuqori inflyatsiya va sanksiyalar bosimi ostida rublga nisbatan katta miqdorda oltin sotib olmoqda. Butunjahon oltin kengashi ma'lumotlariga ko'ra, rossiyalik iste'molchilar rekord miqdorda oltin xarid qilishga o'tgan. Jahon oltin kengashi ma'lumotlariga binoan 2024-yilda ular quyma, tanga va zargarlik buyumlarida 76,5 tonna oltin sotib olganlar. Bu 2023-yilga nisbatan 6% ga ko'pdir. Bloomberg qimmatbaho metallar xaridining ko'payishini rossiyaliklarning o'z jamg'armalarini sanksiyalar ostida himoya qilishga urinishi bilan izohlaydi. Xitoy ekspansiyasi va tarmoq foydalanuvchilarining o'zbek yer osti boyliklari xorijliklarga tekinga sotilayotgani masalasiga qaytsak. Ekspertlar oltin qazib olish uchun yer uchastkalarini sotish butun dunyoda keng qo'llaniladigan tajriba ekaniga e'tibor qaratishadi. O'zbekistonda afsuslanamiz, iqtisod juda shu davlatni aralashishi juda katta. Buni hamma xalqaro valyuta jamg'armasi ham, Jahon banki ham shuni aytadi. Tezroq xususiylashtirish masalasiga tezroq o'tinglar deydi. Endi ko'p narsa xususiylashtirilgan, lekin
shularni aksionerlari bu davlat korxonasi bo'lib chiqib keladida. Shu masalan neft, gaz bo'lsin, oltin bo'lsin, haligi Navoiy kombinati ham, Olmaliq ham, bular hammasi aksionerlik jamiyat bo'lgani bilan uni eng birinchi katta aksioneri bu davlat. Uni davlatni haligi ministrlar kabineti deymiz, ular shuni direktorini almashtira berishi, bosh buxgalterini, главный injenerni qo'yishni shular hal qilaveradi. Masalan, Qozog'istonda shu Qozoq oltinni bilamiz, 42 ta koni bor. Shuni asosan hammasi deb aytiladi. Ular hammasi xususiylashtirilgan. Lekin oltinni shu bizda Milliy bank deyiladi, markaziy bankimiz shu sotib oladi-da, keyin uni chetga sotish yo sotmaslikni o'zi hal qiladi davlat. Lekin korxonalarning hammasi xususiy, unga davlat unchalik aralashmaydi. Nimaga? Chunki Qozog'istondagi juda ko'p konlar unchalik samaradorli emas. Shuni agarda u samaradorli emas bir konni davlat o'ziga olgan bo'lsa, u juda ko'p byudjetdan pul oladi-da, shu investitsiya qilyapmiz deb haligi top menejerlari o'zining kissasiga pul olib qo'yishi mumkin. Agarda u xususiy bo'lgandan keyin u faqat o'zini pulini o'ylaydi-da, agarda bu bugun samaradorli bo'lmasa, uni ishlatmasdan to'xtatib qo'yish ham mumkin. Qozog'istonda shu 42 ta oltin konini hozircha bir 24 edi, endi 26-28 tasi ishlaydi, qolganlari kutib o'tiribdi. Ertaga bir yangi texnologiya kelsa, bo'lmasam balkim oltinning bahasi qimmat bo'lgandan keyin hozir hammasi samaradorli bo'lyapti-yu. Shu oltinning bahasi tushib ketmasligi uchun deb ular kutib o'tiradi. Shu ko'proq chiqarib bermaslik degan ham OPEKga o'xshagan narsalar fikrlar bordi. Shu O'zbekistonda endi boshlandi 21-yilda to'g'ri. Shuni yangi administratsiya bu narsaga juda yaxshi ko'ngil bo'lyapti. 2024-yilda O'zbekiston oltin eksporti hajmini 2023-yilga nisbatan kamaytirdi. Bu haqda Statistika agentligi xabar berdi. Oltinning umumiy eksport hajmi 7,4 milliard dollarni tashkil etdi. Bu 2023-yilga nisbatan 8,5% ga kamaygani. O'sha yili bu ko'rsatkich 8,1 milliard dollarni tashkil etgan edi. Lekin ekspertlarga ko'ra oltin qazib olish sohasini xususiy qo'llarga topshirish bilan birga O'zbekistonda moliya, bank, sug'urtalash va huquqiy kafolat tizimida ham jiddiy islohotlar zarur. Keyinroqlarda mana bu korxonalarni xususiylashtirishni boshlaymiz-da, shuni sal orqa tomondan boshlab qo'yamiz. Eng birinchi banklarni xususiylashtirish kerak. Chunki ertaga shu korxona egasi kredit oladigan bo'lsa, yo bo'lmasam shu moliyalashtirish, aksiya chiqaradigan bo'lsa, obligatsiya chiqaradigan bo'lsa, moliya tizimi davlatniki. Baribir shu davlatga yalingandek bo'ladi-da. Shuning uchun to'g'ri xususiylashtirish kerak, lekin moliya sistemasidan boshlash kerak edi. Mayli endi u narsani amalga oshirish qiyin bo'ladigan bo'lsa, baribir korxonalarni xususiylashtirish, chet eldan kelgan investorlarni kiritish bu juda to'g'ri ish. Mana masalan shu haligi Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston yo'llari, temir yo'li, avtomobil yo'llari, Qozog'istondagi Laosga qurgan yo'llari, shu ularda haligi dengizning yoqasida turgan Pekin, Shanxay, Gonkonglar rivojlanib ketganda, shu o'rtadagisi haligi Gansu, Xi'an deganlari qolib ketgan rivojlanish iqtisodiyotdan. Shuni rivojlantirish uchun katta mablag' bo'lgan, shu narsani rivojlantirishni bizni ham chaqirdi. Shu O'zbekistondan bo'ldi yigitlar, Tojikistondan bo'ldi. Biz hammamiz shu Xitoyni katta shu programmalar bilan tanishdik. Shuning uchun shu narsadan bilib turib, biz undan Xitoydan qo'rqishning hojati yo'q. Ular rostdan ham investitsiya solib, shu samaradorli ishlashga harakat qilyapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, Xitoy endi kommunistik davlat partiyasi. Shuning uchun ular shu bizdagi kommunistik partiyada chiqqan davlatlarni yaxshi tushunadi. Kimga borish kerak, qanaqa ishlash kerak ekanini yaxshi biladi. Endi uni mayli ochiq aytib o'tirmaymiz, kim bilan gaplashish kerak ekanini tushunadi-da. Yevropadagi investorlar tushunmaydi. Buni ular xususiy kompaniya bilan ishlashni tushunadi-da. Aytadi, men siz bilan keldim, masalan, bir 50 yil, 100 yil ishlaylik deydi. Hokim 2-3 yildan keyin almashib ketishi mumkin.
Ministr 2-3 yildan keyin almashib ketishi mumkin. Qanaqa men ministr bilan yo bo'lmasa hokim bilan kelishaman deb ular hayron bo'ladi-da. Uni hali davlat korxonasi bo'lsa, direktorini ham bir qandaydir noqonuniy ishini topib, uni ham ishdan almashtirib yuborishi mumkin. Shuning uchun shuni yevropaliklar tushunmaydi-da, bizga shu investitsiya kelmaydi. To'g'risi shu. Qozog'istonga ham shu asosan mana bu xomeshcha sohasiga keladi-da, chunki undan tez shu neftni olsa ertaga sotib topib oladi pulini. Ishlab chiqarish korxonalariga hali kelishni o'ylab turibdi ular, chunki uni ishga oshirgancha 4-5 yil bo'ladi. 4-5 yilda 4 ta hokim almashib ketishi mumkin. Shuning uchun shu masalada men o'ylayman, Xitoyni investitsiyadan qo'rqishning hojati yo'q. To'g'ri, siz aytgandek halgi ekspansiya bo'ladi. Ular o'zlarini shu katta bir investitsiya solgandan keyin o'zlarini aytgan gapini ham bajartiradi. Lekin moliya tomonini xususiylashtirmasdan bularning natijasi qiyin-da. Chunki qarang, halgi chet ellik kompaniya keladi. Ularga biz aytishimiz mumkin, kreditni bizni bankdan olasan deyishimiz mumkin-da. Bu davlat banki. Davlat banki ertaga nima deydi? Bu senga kredit yo'q, kredit bor. U xususiy bo'lganda, u aytardi, bizga samaradorli taklif berardi-da, shu pulni bizdan olardi. Endi ular pulni qayerdan oladi? Majbur bo'ladi o'zini halgi chet ellik pullarni ishlatishga. Bizga ko'proq qiziq shu o'zimizni moliya sistemasidan ko'proq ishlatib, ularga ko'proq foiz to'lab, оборотda ko'proq bo'lish kerak. 2025-yil yanvar oyida O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari hajmi o'sib 42 milliard 900 million dollarga yetdi. Bu o'tgan oyga nisbatan 1 milliard 700 million dollarga, ya'ni 4,1% ga ko'pdir. Ushbu o'sish qimmatbaho metalning jahon narxlarining oshishi bilan bog'liq bo'lib, unda 1 troy unsiyasi narxi rekord darajaga 2902 dollarga yetdi.